rasmdagi narsa sirayam shlyapa emas edi. Bu filni tiriklay yutib yuborgan bo'g'ma ilon edi. O'shanda kattalarga tushunarli bo'lsin deb ilonning ichki ko'rinishini ham chizdim. Axir kattalarga hamma narsani doim tushuntirib borish kerak-da. Bu mening ikkinchi raqamli rasmim edi. Kattalar menga ilonning ichi-yu tashqi ko'rinishini chizish o'rniga jug'rofiya, tarix, arifmetika va husniy xatni ko'proq o'rganishni maslahat berishdi. Ana shundan keyin 6 yashar paytimda rassomlikning porloq istiqbolidan voz kechishga majbur bo'ldim. Birinchi va ikkinchi raqamli rasmlarim muvaffaqiyatsizlikka uchragach, o'zimga nisbatan ishonchimni yo'qotdim. Kattalar hech qachon o'zlaricha biror narsani tushuna olmaydi. Ularga ha deb g'ijillab tushuntirish bersa esa oxir-oqibat bolalarning ham joniga tegib ketadi. Shunday qilib boshqa kasb tanlashimga to'g'ri keldi-yu, uchuvchilikni o'rganib oldim. Osmonu falakka bo'ylab qariyb butun dunyoni kezib chiqdim. Ochig'ini aytish kerak, jug'rofiya menga juda qo'l keldi. Bir qarashdayoq Xitoyni Arizona viloyatidan ajrata oladigan bo'ldim. Kechasi samoda adashib ketsang, bu benihoya asqotadi-da. Umrim davomida turli-tuman jiddiy odamlarni uchratdim. Kattalar orasida uzoq vaqt yashadim. Ularni yaqindan ko'rdim, bildim va bundan tan olishim kerakki, ular haqidagi fikrim yaxshi tomonga o'zgarmadi. Kattalar orasida boshqalardan ko'ra aqlli va farosatliroq bir kishini uchratganimda, unga birinchi raqamli rasmimni ko'rsatardim. Men uni asrab qo'ygan edim, doim yonimda olib yurardim. Bu odam chindan ham biror nimani tushunadimi, yo'qmi, sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Ularning barchasi rasmga qarab turib, "Shlyapa-ku bu" derdi. Shundan keyin men ularga na bo'g'ma ilonlar, na junglilar, na yulduzlar haqida gaplashardim. Brij va golf o'yinlari haqida, siyosat va bo'yinbog'lar haqida gap boshlardim. Shunda kattalar menday bama'ni odam bilan tanishganlardan behad mamnun bo'lar edilar.